Bunaqa uyni ayollarimiz aniq orzu qiladi. 200 kvadrat metrli, полностью texnika, mebelli, cho'tki kvartiramiz chiqyapti Yakkasaroy tumani. Asosiy kiradigan eshigimiz отпечатка parolli. Mana bu yerdagi jurnalist stoliklarga baho beringlar. Juda ham boshqa hamma narsa original narsalar qo'yilgan. Endi sizlar bilan zalga o'taylik sразу. Bismillah. Zalimizni qaranglar, kattaligini juda ham chiroyli chiqqan. Ayniqsa, mana bu stol stuli. Mana shu stol stulning o'zi 55 ming dollar turadi, ma'lumot uchun, italyanskiy. Katta televizorlarimizni, mebellarimiz hammasi shpondan qilingan. Italyanskiy attachenti 100% uyimizni. Endi bittalar ko'rsatib bera olmayman, sizlarga tez-tez ko'rsatib beray. Bu yerda katta shkafimiz bor. Oshxonamizni stullari karbonoviy qilingan. Texnikani hammasi smek qo'yilgan. Ko'ringlar. Duh kaminni xolodilnik hammasi smek. Даже mana bu yerda cheligi ham bor, cheligigacha smek qo'yilgan. Endi kvartirani o'ziga tasavvur qo'yinglar, hamma narsani boplab qo'yishgan lekin. Keyingi xonalarga o'tamiz. Bu yerda bitta detskiy spalnyamizni ko'ringlar. Mana ikkita bola uchun mo'ljallangan, ikkita chetda shkaflar, dars qiladigan zonalarni akkuratni qilib qo'yilgan. Uyimizda 5 ta xona, 200 kvadrat metr. Bu yerda общий sanuzolimiz bor, birinchisi. Bu yerda yana bitta detskiy spalnyamiz, marhamat, ko'ringlar. Bu yoq ham kattagina, juda ham chiroyli qilingan. Uyimizda ikkita detskiy spalnya bor. Darsga davom etamiz. Xonalar yorqinligini qaranglar, odamni ko'zi ko'rib quvonadi, mazza qiladi lekin. Bu yerda kattalar yotoqxonasi, marhamat. Polniy hamma narsasi tayyor ko'rib turganingizda. Anaqa lyustralarni ham o'zlari Xitoyga borib olib kelgan ekanlar. Bu yerda birinchi yuvinish xonasi, kattalar yotoq anaqasi. Hop, sushilka kir mashinasi smek qo'yilgan. Oxirgi spalnyamiz bu kattalar yotoqxonasi. Marhamat, juda ham katta, chiroyli qilingan. Hammasi akkuratni. Uyimizning eng kerakli, eng plyus tomonlaridan bittasi ikkita podzemniy parkovkasi ham bor. Shu narxi ichiga kirib ketadi. Bu yerda o'zining ichida alohida sanuzoli va bu yerda garderobimiz ham bor. Garderobni ham ko'rib bitta baho beringlar. Hamma mexanizmlari bulum qo'yilgan, xullas sifat bilan qilingan. Kvartiramiz sotilyapti. Yakkasaroy to'yxonaning ro'parasida, 2-qavat, 200 kvadrat, narxi 595 ming. Ma'lumot uchun pastda raqamni qoldiramiz. Salomat bo'linglar.